Minecraft olami siz o'ylagandan juda ham keng va har bir o'yinda bo'lganidek bu o'yinda ham turli xil afsonalar va turli xil qo'rqinchli nazariyalar mavjud. Va bugungi videoda biz Minecraftdagi siz bilmagan va siz eshitmagan turli eng qo'rqinchli bo'lgan nazariyalarni ko'rib chiqamiz. VLL bu Minecraft afsonalaridagi eng kam ma'lum, ammo eng dahshatli mavjudotlardan biri sifatida ko'riladi. U haqida aniq ma'lumotlar juda oz, lekin u bilan bog'liq hikoya forumlarda va YouTube'dagi sirli kontentlarda ko'plab uchraydi. Bu mavjudot ko'rinishi oddiy villagerga o'xshaydi, lekin tanasining rangi oppoq yoki ko'kimtir, xuddi hayotdan ajragandek, ko'zlari qop-qora yoki yaltirab turuvchi qorong'u. Odatiy villagerning ko'zlari umuman bunday emas. Harakatlari doim sekin, lekin o'yinchini kuzatib turadi. Afsonaga ko'ra, bu mavjudot oddiy qishloq aholisi bo'lgan, lekin u o'z qavmini qutqarish uchun bo'shliqqa ketgan, lekin u qaytib kelganida endi oddiy villager emas edi. U shu ko'rinishiga kelgan edi. Agar sizning yeringizda VLL mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu belgilarni siz aniq ko'rgan bo'lishingiz kerak. Qishloq atrofida yurganingizda barcha villagerlar o'z-o'zidan g'oyib bo'lib qolganini sezganingiz va doimiy kulrang tuman paydo bo'lib turishi. Xo'sh, siz bunaqa belgilarni qachondir Minecraftda ko'rganmisiz? Agar ko'rgan bo'lsangiz, tabriklayman, siz VLL bilan bitta merda vijvaniya qilgansiz. O'zi bu hikoyani kimdir eshityaptimi yoki kimgadir qiziqib bo'lyaptimi? Unda keling biz bir nechta o'yinchilari VLL bilan to'qnash kelgan videolarni sizlarga ko'rsatib beraman. Qani ketik. Birinchi o'yinchimiz uni uchratmadi, lekin shunchaki uning belgilariga duch keldi, lekin u negadir qo'rqib ketgan. Nima uchun qo'rqyapti? Hayronman. Axir afsonaviy mavjudotni uchratish sharafiga muvaffaq bo'lyapti-ku. Agar o'rnida bo'lganimda men uni topib dastxat olgan bo'lardim yoki rasmga tushgan bo'lardim. To'g'risi ham-da, yana qachon ko'rishinglar mumkin bunaqa mavjudotni. Keyingi o'yinchimiz ham VLL ni uchratishga muvaffaq bo'ldi, lekin u biroz noqulay vaziyatda uchratdi. Ya'ni VLL uni o'zi spawn qilib, uni yoniga chaqirdi. O'yinchi doimgidek nima bo'layotganini umuman tushunmayotgandi va juda ham qo'rqib ketgandi va undan "Sen kimsan? Mendan nima xohlaysan?" deb so'radi. Aka, shaftoli bormi? Keyin nima bo'ldi desanglar, nima ham bo'lardi? Shunchaki o'yindan otvordi. Yana bir boshqa videodagi o'yinchini ham xuddi mana shu yerga o'sha VLL teleport qilib, spawn qilib oldi. Abed, akaratika bilan o'rdak go'shi. Hali yarim soatdan keyin tayyor bo'ladi. Menimcha bu o'yinchimizga ham rahm qildi, unga hech narsa qilmadi. Shunchaki bu o'yinchini ham o'yindan otvordi. Twisted Steve. Bu Minecraftda qorong'u zulmatda qolgan Steve'ning hikoyasi. Bu Steve'ning qorong'u va yovuz versiyasi bo'lib, u Minecraftning sirli setlarida yoki buzilgan fayllarda paydo bo'ladi. U oddiy Steve kabi ko'rinadi, lekin muqaddas narsa kabi emas, balki arvohga, jinlarga o'xshash mavjudotga aylangan. Uning ko'zlari ba'zida qip-qizil yoki qop-qora, tanasining bir qismi buzilgan yoki glitch holatda, bloklari siljiydi va titraydi. Ba'zi versiyalarda uning og'zi ochiq va qonli, doimiy kulimsirab turadi. Ba'zi o'yinchilarning aytishi bo'yicha u kulayotgan va yig'layotgan tovushni bir vaqtni o'zida chiqara oladi. Agar siz Minecraftni modlarsiz, shunchaki o'ynayotgan vaqtingizda g'ayritabiiy hodisalar yuz berayotgan bo'lsa, tabriklayman, siz yana bir bor afsonaviy mavjudotni uchratishga muvaffaq bo'ldingiz. Ya'ni Twisted Steve'ni. Ayniqsa kechasi Minecraft o'ynayotgan bo'lsangiz yoki Nether olamiga borganingizda, u hujum qilmaydi, faqat krisaga o'xshab kuzatadi, lekin siz unga orqa o'girsangiz g'oyib bo'ladi yoki shunchaki ortingizda paydo bo'ladi. Siz turgan joydan bloklar o'z-o'zidan buziladi yoki yong'in paydo bo'ladi. Ekranda esa mana shunday yozuvlar paydo bo'lib, sizni qo'rqitadi. Twisted Steve'ni bir marta ko'rdingizmi, bo'ldi. Siz undan qochib qutula olmaysiz. Hattoki yangi mer ochsangiz ham, u sizni o'sha meringizga o'tib kuzata boshlaydi va inventaringizdagi buyumlar o'z-o'zidan yo'qoladi yoki shunchaki ularning nomi Twisted nomiga o'zgarib qoladi. Afsonaga ko'ra, Twisted Steve bu bir paytlar mavjud bo'lgan haqiqiy o'yinchining ruhidir. U Minecraft o'yinini juda ham yoqtirardi va to'xtovsiz o'ynardi, toki o'zi real hayotda halok bo'lmaguncha. Uning ruhi Minecraft fayllarida qolib ketgan edi. Endi esa boshqa o'yinchilarni dunyolariga chiqib, ularni qo'rqitib kuzatmoqda.
Ba'zi bir nazariyalarga qaraganda Twisted mana shunday ko'rshapalakka ham aylana olishi mumkin. Tarjimasi: agar Twisted Steve bilan uchrashsangiz, juda ham ehtiyot bo'ling. Shoshilib qayerga ketasan? Qayerga ketasan shoshilib? O'yinchi Twisted Steve'dan qochib mana shunday g'ayritabiiy portalga duch keldi va unga kirishga qaror qildi. Kirganidan so'ng qandaydir g'alati joyga paydo bo'lib qoldi. Agarda ushbu videoga 200 dan ko'p like yig'iladigan bo'lsa, yana bitta shunga o'xshagan horror video olishga harakat qilaman. O'shancha like'larni bosinglar. Va kommentariyaga siz qanaqa shunga o'xshagan sirli mahluqlarni bilasiz, buni ham yozib qoldiring. Albatta o'qib chiqib javob qaytarishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha